Yetimler şatlansın ey Resulullah. Çünkü ular bir süpet sen bilen okşaş boldu. Ata-anan kichik ayrılıp, ularning muhabbetiga telmirgen bolğaytan, bütün müminlerning muhabbeti sana bolsun ya Resulullah. G'iribliqingda, Hiradagi tenhaliqingda seni kishilarga yot birdiniga buyurib kelgan Jibril cho'chitganmidi? Cho'chitmay bo'lamdi. Chunki qo'lvoqning dengiz to'lqinlariga qarshi mengishi oson emasda. İnsani acizliqning ustiga eg'ir ilohiy vazifalar yuklanganida Xadicha sen uchun nima degan yaxshi madadkor ha? Bir er uchun haqiqatan solih ayoldinmi esil ne'mat bormi? Sening oilang bor edi-ku ey Abu Bakri. Sen bir dodi eding. To'lilgan bir er eding. Ammo sen hayotingni do'sting uchun, do'sting elib kelgan din uchun yashading. Sen do'sting uchun dostlaşdın, dostun üçün düşmanlaşdın. Onun bilen tang, yoşurun, aşkara davet seferlerden qaytmadın. Dostunga hemrah bolup, dağlık jilgılarda sergerdan boldun. Yat yurtlarda musafir boldun. Men qizg'anyapman ey Abu Bakri. Kaşki mening hem sendek dostum bolsuchu. Hamma meni yalg'onga chiqarsimu, manga ishonadigan, men üçün yığlap, men üçün kuladigan. Haq yo'li bo'lgan go'zal chaqiriqlaringning qabih yo'llarda rad qilinishi seni charchatqandu ey Rasulullah. Halbuki senmi bir oddiy inson eding-ku. Shu nadonlar o'ylamadimi? Bir ojiz insonni shuncha dahshatli jafolar, qarshiliklar oldida bo'shashtirmagan zodi qandoq kuch? Seni yolg'onga chiqarib, Allah'ның nurunu o'chirish uchun turlik yelimikillarni o'ydirishga ishlatgan shu aqli bilan sening nima uchun bu yo'lda ching turdiganligingni o'ylamadimi? Yo'q. Balki ular hammani biladi. Faqat ularning kibrlari, obro'yparastliklari ularni haq ko'z yumib, o'z-o'zini aldashga buyuryapti. Agar ularmi Ömerga o'xshash haqning o'zi tig' ko'tarib chiqqan dushmani tarafda ekanligini bilgan hamon qilich tashlab uning qo'l bergan bo'ladi. Allah'a haqiqiy qul bo'lgan insonning kishilar oldida hur bo'lganligi, haqiqiy qulluqning qalbning qulluq ekanligiga seni tarix batlaridan so'rab chiqmasam, misol tepilmidi ey Bilal. Shuncha qiynashlar oldida qo'rqmasdan Alloh bir deb takrorlashning o'zini shuncha katta bilgan xo'jayinlarni naqadar xor holatga tushirib qo'ygan ha. Sabr qilinglar Yasir oilasi. Hakikaten sizlarga va'da qilingan joy jannatdir. Bu nima degan katta xush xabar ha? Garchi ular dunyoda qisqa muddat azoblansimi, Alloh ularga mangulik jannatni va'da qildi. Sen uchun buningdan cho'ng foyda bormi?